Assalomu alaykum hurmatli fuqarolar va tumanimiz mehmonlari. Cho'milish kishiga g'ayrat, shijoat baxsh etadi. Yoz mavsumi kelgach, kishining cho'milishga bo'lgan ehtiyoji oshib boradi. Bu esa o'z navbatida suv havzalarida kichik yoshdagi yoshlarimiz hamda katta yoshdagi fuqarolarimiz ham uchratishimiz mumkin. Cho'milish masalasida doim hushyor bo'lish bu baxtsiz hodisalarni oldini olish bilan baholanadi. Bunday fojialar asosan ota-onalar, kattalarning nazorati bo'shashganligi, maktab, mahalla, kollej va oliy ta'lim muassasalarida, tashkilotlarda yetarli darajada tushuntirish ishlarini olib borilmayotganligi sabab bo'lmoqda. Shu bilan birga suv havzasiga tushgan bolalarning suza olmasliklari ham bunga yaqqol namoyon bo'lishi bilan ko'zga tashlanmoqda. Ayni damda cho'milish bilan bog'liq bo'lgan baxtsiz hodisalarni oldini olish yuzasidan bir qancha takliflar, bir qancha tavsiyalarga e'tiboringizni qaratishingizni so'raymiz. Hurmatli fuqarolar, ruxsat etilmagan maxsus qutqaruvchilariga ega bo'lmagan suv havzalarida aslo cho'milmang. Cho'milish taqiqlanadi belgilari o'rnatilgan suv havzalarida aslo suvga sho'ng'imang. Havo haroratining issiqlik darajasi ko'tarilganda qizib turgan tana bilan aslo sovuq suvga tushmang. Suv tubining holati, chuqurligi noma'lum bo'lgan suvlarga sakramang. Faqatgina cho'milish ruxsat etilgan suv havzalarida, basseynlarda, akvaparklarda qutqaruvchilariga ega bo'lgan suv havzalarida cho'milish tavsiya etiladi. Hurmatli fuqarolar, yoz mavsumini cho'milish suv havzalarida ko'ngilsizliklarsiz o'tkazishingizni so'rab qolamiz.